Qishning sovuq kuni edi. Avtobus bekatida bir onaxon qo'lida kichkina tuguncha bilan jim o'tirardi. Odamlar kelib ketar, lekin hech kim unga e'tibor bermasdi. Bir yigit ishga ketish uchun avtobus bekatiga keldi va onaxonni ko'rdi. Yoniga kelib so'radi: "Buvijon, kimni kutyapsiz?" Onaxon sekin jilmayib: "O'g'limni, u meni olib ketgani keladi", dedi. Yigit atrofga qaradi. Bekatda odamlar ko'p edi, lekin hech kim bu onaxonga qarab qo'ymasdi ham. "Qachondan beri kutyapsiz?" dedi yigit. "Ertalabdan beri, bolam." "O'g'lim, oyi, shu yerda kutib turing, men mashinani olib kelaman", degan edi. Quyosh botdi. Bekat bo'shab qoldi. Sovuq ham kuchaydi. Yigit ishdan qaytdi. U avtobusdan tushsa, onaxon haliyam joyida o'tirgan ekan. Onaxonni yoniga kelib: "Buvijon, balki o'g'lingiz kelolmagandir, a?" Onaxon asta boshini chayqadi: "Yo'q, bolam, u yaxshi bola. Faqat ba'zan odamlar onasini esdan chiqarib qo'yadi." Shu payt yigitning ko'ngli g'ash bo'ldi. "Qayerda yashaysiz, buvijon? Sizni uyga olib boray?" Onaxonning ko'zlari yoshga to'ldi. "Uyim yo'q endi. O'g'lim uyni sotib yubordi. Mana vaqtincha shu yerda kutib turing", dedi. Yigit nima deyishni ham bilmay qoldi. U onaxonni uyiga olib ketdi. Issiq choy berdi. Onaxon qo'lini duoga ochdi. "Bolam, Alloh seni asrasin. Men o'g'limdan ham shunday mehr kutgandim." Oradan 2 kun o'tib onaxon betob bo'lib qoldi. Shifokorlar ham yordam bera olishmadi. Oxirgi nafasida u faqat bitta gapni aytdi: "O'g'lim keldimi?" Lekin o'g'li afsuski kelmadi.